Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan MMA Aziya. Tezkor xabar. Hamyurtimiz UFC jangchisi Ramazon Temirov keyingi jangini Qozog'istonlik top 8dagi jangchi Asu Almanbayevga qarshi o'tkazadi. Marhamat, batafsil videoni oxirigacha ko'ring. UFC reytingida top 13dagi o'zbekistonlik Ramazon Temirov keyingi jangi uchun UFCdan kontrakt oldi. Jangga Asu ham Ramazon ham rozi bo'lishdi va bu jang 26-iyul kuni Abu Dabida bo'ladi. Hozirda Asu bir mag'lubiyat bilan ketmoqda. Ramazon esa 11 g'alabali seriyada. Nima deb o'ylaysiz? Asu Ramazonni to'xtatib qola oladimi? Bu jangda kim qanday g'alaba qozonadi? Fikringizni yozib qoldiring. To'g'ri topgan obunachilarimizga sovg'a bor. Jangchilarni solishtiradigan bo'lsak, Asuning bo'yi uzunligi 1.63, Ramazon esa 1.65. Yosh Asuda 31 yosh, Ramazonda esa 28 yosh. Rekorda Asuda 21.3, Ramazonda esa 19.3. Vaqtidan oldin tugatilgan jangchilar esa bir xil, ya'ni 12 ta. Nima bo'lganda ham hamyurtimiz Ramazon Temirovga omad tilab qolamiz. Kommentda o'zbeklarning podдержкасini ko'rsatib qo'ying do'stlar. Bizga obuna bo'ling va UFC Baku turniriga bilet yutib oling. Barchangizga omad.